sardormirzo.com taqdim etadi. 81-hikoya. Otaga o'xshagan o'g'il. Bir kuni mo'minlar xalifasi Hazrat Umar roziyallohu anhu o'z qo'li bilan faqirlarga, yo'qsillarga ovqat tarqatar edi. Bir odam qo'lida bolasi bilan keldi. Hazrat Umar roziyallohu anhu odamga: "Subhanalloh, bu bolani senga o'xshashligidek ikki insonning bir-biriga o'xshashini hayotimda ilk daf'a ko'rib turibman" dedi. Bola bilan kelgan odam: "Ya Amiral Mo'minin, bu bola bilan bog'liq ajoyib mo'jiza bor" dedi. "Men bir safarga borishim zarur edi, ammo o'sha payt oilam o'g'limga homilador edi. Men yo'lga chiqayotganimda xotinim meni shu ahvolda tashlab ketasanmi dedi. Mening borishim zarur edi. Xotinimga qorningdagi bolamizni Allohga omonat qoldiraman deb ketdim. Safardan qaytganimda xotinim o'lgan ekan. Uni ko'ra olmadim, ko'p yig'ladim, dard chekdim. Bir kecha qo'shnilarim bilan suhbatlashib o'tirgan edik, qarshimizdagi mozordan yorug'lik ko'rdim. Bu qanday nur deb so'radim. Qo'shnilar: "Bu nur sening xotining qabridan chiqmoqda, biz uni har kecha ko'ramiz" dedilar. Men hayratlanib: "Subhanalloh, xotinim namoz o'qir, roza tutar, musulmonlikning shartlarini bajarar edi. Ajabo bu qanday nur" deb qiziqdim va qabr boshiga borib qabrni ochdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, bir chiroq yonardi. Chiroq nurida bu bola o'tirardi. Shu payt bir ovoz eshitdim. "Bola bizga topshirilgan. Sen omonat qoldirgan eding. Endi o'zingga beramiz." Men: bolamning onasi ham hayotda tirik bo'lsa edi" dedim. Yana o'sha ovoz: "Agar sen onasini ham bizga topshirganingda, uni ham bolang kabi senga sog' salomat topshirar edik" dedi. Izoh va o'git: bu hikoyadan anglashiladigan haqiqat shudir. Odam uyidan chiqib ketar ekan, tani va jondan bir ishonch va iymon bilan bolasini Allohga omonat qoldirdi. Odamning irfoni bor edi. Insonning Allohga bo'lgan iymoni, ishonchi va tavakkuli butun bo'lsa, Alloh zuhurini, tajallisini ko'ra oladi. Ammo sen va menga o'xshash oddiy kishi ko'zi ochiq bo'lsa ham, qalb ko'zi ko'r bo'lsa ham uni ko'ra olmaydi. 82-hikoya. O'z holiga shukr etish. Hazrat Musa alayhisalom bir faqir odamni ko'rib qoldi. Ustiga kiygan hech narsasi yo'qligidan qumga ko'milib o'tirar, qum ichida yashardi. U ham Hazrat Musa alayhisalomni ko'rib: "Ey Musa, meni duo qilgin, Janobi Haq menga biroz dunyo boylik bersin" dedi. Hazrat Musa alayhisalom uni duo qildi. Janobi Haq quliga boylik berdi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, Hazrat Musa alayhisalom Tur tog'ida munojat qilib qaytar ekan, shaharlik xalq to'planib o'sha odamni sudrab ketayotganlarini ko'rdi. Hazrat Musa alayhisalom so'radi: "Nima bo'ldi? Bu ne holdir? Bu odamni nega yoqasidan tortib sudraysizlar? Bu odam ichkilik ichib, bir odam bilan janjallashib uni o'ldirib qo'ydi. Endi qasos olish uchun va jazosini berish uchun olib ketmoqdamiz" deb javob berdi xalq. Hazrat Musa alayhisalom: "Ya Rabbim, sen har kimga o'ziga loyiq narsani bergan ekansan. Sening adolatingga qurbon bo'layin, meni avf et" deb tavba va tazarru qildi. Izoh va o'git: ey musulmon qarindoshim, o'z holingga shukr qil. Sen o'zing uchun nimani yaxshiligini, nimaning xayrli bo'lishini bilmaysan. 83-hikoya. Zakot tuyalarni xalifaning o'zi bog'lar edi. Bir kuni Hazrat Umar roziyallohu anhu Baytul Molga, davlat xazinasiga qarashli tuyalarni tushki jaziramada bog'lab qo'yaman deb qaror terga tushdi. Ashabi kirom yaqinlaridan ba'zilari: "Ey Amiral Mo'minin, siz nega bu tuyalarni bog'layman deb buncha zahmat chekmoqdasiz? Bir odamga buyuring, bu ishlarni u bajarsin, tuyalarni bog'lasin" dedilar. Hazrat Umar: "Bu tuyalar faqirlarning haqidir. Janobi Haq meni bularga qarab turishga ma'mur etdi. Bu ishlarni o'zim bajarishim zarur. Oxiratda bular mendan so'raladi" dedi. Ashabi kiram yana e'tiroz bildirdilar: "Ya Amiral Mo'minin, siz o'zingizga tegishli davlat ishlarini bajaring. Bu ishlarni bizga buyuring." Hazrat Umar roziyallohu anhu: "Ey do'stlarim, yil bo'yi yurtni kezib yuraman. Faqirlar, yo'qsillar, xastalarning holidan xabardorman" dedi va Dajla kanorasidagi bir cho'ponning yo'qotgan echkisini Alloh Umardan so'raydi deb ko'z yosh to'kdi. Izoh va o'git: siz musulmonlikni qanday tushunasiz? Fazilat islomda. Huquq, inson haqlari, berilgan omonatlarni qo'riqlamoq, topshirilgan vazifalarni halollik bilan bajarish hammasi islomning amridir. 84-hikoya. Arslon musofir mehmonlarga tashlanmadi. Buyuk bir zot boshidan kechirganlarni shunday hikoya qiladi. Men bir buyuk zotni ziyorat etish uchun oqshom paytida uning uyiga bordim. U shom namozining Fotihasini o'qimadi. Men namozimiz buzildi deb qo'rqdim. Erta tongda tahoratga chiqqanimda u yerda menga bir arslon hujum qildi, baqirdim.
Uy sohibi tashqariga chiqdi va Arslonga men senga mehmonlarga tegma demaganmidim degan edi. Arslon nari ketdi. Tahoratimni olib uyga kirdim. U buyuk zot menga shunday dedi: siz tashingizni ustki tomonni tozalashga intilasiz, shuning uchun arslondan qo'rqasiz. Biz esa qalbimizni tozalash bilan mashg'ul bo'lganimiz uchun arslondan qo'rqmaymiz. Aksincha arslon bizdan qo'rqar. Ey qardoshim, har kim Allohdan qo'rqsa, har narsa undan qo'rqadi. Kimki Allohga chin qalbdan itoat etsa, hamma narsa unga itoat etadi. Izoh va o'git. Allohga itoatda bo'lgan odam boshqalardan itoat ko'radi. Allohdan qo'rqqan odamlarga Alloh lutflarini ihson etadi. Butun mavjudot, barcha